Endi yozuvlar rashirovkasiga o'tamiz. D1 630 L drop 3300. Bu yerda Talga firmasining nomi. DM1 MSSV quyma korpus seriyasini bildiradi. 630 nominal tokini bildirsa, L harfi bu standart va o'rtacha qisqa tutashuv tokida o'chirish qobiliyati sinfini bildirib, bu 35 kA dan 65 kA bo'lgan qisqa tutashuv tokida u normal uzoq muddat ishlashini bildiradi. Keyingi raqam 3300. 3300 bu ajratgich, ya'ni rassipetilning kodi va qutblar soni. Ya'ni 3300 ning birinchi raqami, 3 raqami o'ning qutblar soni. Ya'ni 3 fazada ishlatilyapti bu va 3 ta qutbi borligini bildiradi. Ikkinchi raqam 3 raqami bu ajratgichning turi, ya'ni rassipetilning termomagnitli bo'lib, u o't yuklama va qisqa tutashuv toklarida o'chirish qobiliyatini bildiradi. Undan keyingi 2 ta nol esa bu qo'shimcha aksessuarlar yo'qligini bildiradi. Agar buning o'rnida raqamlar bo'lsa, ya'ni qo'shimcha aksessuarlar, ya'ni masalan qo'shimcha kontaktlar yoki bo'lmasa kuchlanish yordamida o'chiriladigan maxsus chulg'ami bo'ladi, kartochkasi. U ham bo'ladigan bo'lsa, bu yerda qo'shimcha raqamlar qayd etiladi, ya'ni qo'shimcha aksessuarlar borligini bildiradi. Bu yerda o'ng tomondagi MSSV, ya'ni MSSB harfi bu avtomat uzg'ich ekanligini bildiradi. Agar MSB bo'ladigan bo'lsa, bu kichik o'lchamli avtomatlarda odatda qo'yiladi. Uning o'rniga agar RCCB bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qoldiq tok avtomat uzg'ichi bo'ladi. Agar uning o'rnida LCB bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shu MCCB yozuv o'rnida, bu ya'ni utechkadan himoya ham borligini, ya'ni odatda dif avtomatlarda bu belgi qo'yilishini bildiradi. Shunday ekan, avtomatlarni tanlaganda uning xarakteristikalari, ya'ni iste'molchining qanday turidan kelib chiqib tanlanadi. Aytaylik, uning puskovoy toki qanaqa, puskovoy toki necha barobarcha chiqishi mumkin. U aktiv qarshilikka egami yoki induktiv qarshilikka egami, u tenlar guruhi bo'ladimi yoki aholi, kattaroq zavod, kattaroq dvigatellar gruppasi yoki katta quvvatli dvigatelmi? Uning parametrlaridan kelib chiqqan holatda uning teplovoy tokiy ratsipetildan ajratgichi tanlanadi. Ya'ni o'tda yuklama va qisqa tutashuv toklari nominallari shunga qarab